Taslim bo'lishga hali ulgurasiz. Lekin bugun emas qadrdonim, bugun emas. Lekin mana bu xonadonimizni sotib olishga ulgurmasligingiz mumkin. Nega deganingizda, Oybek metrodan, lokatsiya super joydan bunaqa xonadonni izlab yurganlar juda ko'pda. 74 kvadratli 3 xonali skvoznoy xonadonimiz bo'ladi. Oybek metroda eski vtorichka domni 4-etajidagi xonadonimiz. Hozir biz zal qismimizda turibmiz. Ko'rishinglar mumkin. Yumshoq mebellarimiz bor. Mana jurnalist stullarimiz mana bu yerda o'tirib, maza qilib, mana televizorlarimizni ko'rishingiz mumkin. Qaranglar, gilamlarimiz ham Turkiya gilamlari va lustralarimizga ham ahamiyat berasiz. Juda ham neobычный lustralar qilingan. Pardalarimiz, hamma narsamiz ideal darajada. Endi yuringlar, qolgan xonalarni bitta-bitta tanishtirib o'taman. Bu bizni umumiy sanuzel qismimiz, ko'rishinglar mumkin. Xo'p, endi bu yoqda kirosh eshigimiz, kirganimizda stroyniy shkaflarimiz bor. Endi bolalar yotoqxonasiga kelamiz. Kelinglar, mana bolalar yotoqxonasida bitta farzandimizga joyimiz bor. Bu yoqda bemalol dars qilib o'tirishlari mumkin. Shkaflari bor. Kelinglar, endi bu yoqda kattalar spalnisi. Ko'rishinglar mumkin. Spalnimiz ham yorug', hamma sharoiti bor. Komodlari, birralari, shkaflari, hamma narsasi ideal darajada. Endi esa ayollarimiz maza qilib bu yoqda ijod qiladigan joylari oshxona qismimizga keldik. Oshxonamizga ham qaranglar. Hamma texnikalarimiz Hoffman texnikalari o'rnatilgan va krashinni qilib, kuxonniy mebellarimiz o'rnatilgan va juda ham chiroyli lustralarimiz va bu mabitda bemalol o'tirib, choylarni ichib, ishlaringizga tarqalsanglar bo'ladi. Bu yoqda esa ikkinchi hojatxonamiz joylashgan, ko'rishinglar mumkin. Fransuzskiy planirovkada bu xonadonimiz narxiga keladigan bo'lsak, narxi ham yaxshi narxda chiqqan. 157 ming ozgina kelishiladigan joyi bor. Sizlar bilan Muhibulom Abdurahim bo'ldi. Yana ko'rishguncha do'stlar, sog' bo'linglar. Bunaqa variantni qo'ldan chiqarib yormanglar.